2026-yilda birinchi bozorlarda ko'rishib turibmiz. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Sunnatbek do'stlar. Haftaning yakshanba kuni Toshkent Sergeli mashina bozorini Matizlar qatoridamiz. Ko'rishlar mumkin. Birinchi bozorimiz, nasib xudo xolasa yetib keldik va nihoyat kech bo'lishiga qaramasdan video boshidan albatta bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga esa obuna bo'lib qo'yasizlar. Fikrlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sergeli mashina bozori qimmatmi, arzonmi? Hammasini kommentariyamiz ochiq, bemalol yozishingiz mumkin. Telegram sahifamiz bor, o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'laveradi. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, Telegram kanalimizga qo'yib beramiz. O'tib bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi akalar. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz obzorimizni shu joydan boshlaymiz do'stlar. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, har doimgidek akamizni Matizlardan boshlaymiz. Ikkitasi уже sotilib ketibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayman. Shuni sal yaqinlashtirib gapiraversangiz bo'ladi. Xo'sh, mashinalardan hozircha bitta qoldi, ikkitasi sotilib ketdi. Bu 2009. 2009-yil. Propanda. 2009 propan suyagi butun. Kraskalari bor. Old litrlarini ham ko'rsatamiz. Salonlari yaxshi. Salonlari yaxshi. Hadovoylarda texnik ishi yo'q ekan mashina. Propanini qilib beramiz. Propani bormi yo'q? Bor. Yangi qo'yilgan propani bor. Propanlari bor. Buni narxini normalniy narx qilib beramiz. Xalqqa 2 yil generalnisi ham bor. 2 yil, 1 yil faqat odamiga qarab. To'g'risi, yaxshiroq odam minadigan odamga beringlar dedi. Aka 2200. 2200. Mana shu yerda olib sotalar ham shu pulda qilib turib YouTube'dan olganmiz. Mashinani YouTube'dan beramiz. Egalari ham ko'rib turib. Qo'ldan kelgancha texnik ishlarni qilib qo'ydik. Xolasi shunday oladi, minadi. 2200 bo'lsa baraka. Oxiri generalni qilib yuboramiz, ha. 2200 bo'lsa mana yeni ham bor ekan. Telefonni qilasizlar, ulgurib qolsanglar, ulgurdinglar. Sparkni ham olib qo'yib yuborsak bo'ladi. Xalq ichiga. Matiz bo'lsa aytsin akalar, narxi bilan kelishtirib olamiz. Gengami, oformitkami sotaveramiz. Farqi yo'q. Sotiladigan Matizlar bo'lsa, qancha bo'lsa telefon qilinglar, chiroyli narxda olib qolamiz. Hamma bugun 3 ta Matiz olib chiqqanman, 3 tasini ham YouTube'dan olganman. Rahmat. Mana shu ham YouTube'dan kelgan, YouTube'dan sotildi ikkitasi. Kanalni kuzatib tursin, mana shuni qilib beraman chiroyli narxda. Mayli, bonus bilan, boshqa bilan norozi qilmaymiz. Matiz bo'lsa aloqaga chiqingizlar, olib qo'yamiz. Sparkni ham bir ko'rsatib yuboramizmi? xo'p, Sparkimiz mana shu ekan. Bu ma'lumot qanaqa? Buni yili 20. 2020-yil. Motor, korobka ochilmagan, mexanika. Mashinani karnizlariga petno qilib sepganmiz. Videolari bor. 4 ta yangi balon, ABS, kondisioner, hamma narsasi ishlaydi. Hadovoyda umuman muammo yo'q. Hadovoylarda ishi yo'q. Mexanika Spark. Mexanika Spark. Olasiz, minasiz. Bunga $100 ustiga avtomat korobka ham gaplashib qo'yganman. Hali qo'yganim yo'q. Mexanika bo'lib ketaversin dedim. Gazi bor. Yangi qo'yilgan gazlar, texnik ishi yo'q, umuman muammosi yo'q. Motorda ham, hadovoyda ham ishi yo'q. Buni aka $6200 qilib beraman. 2020 mexanika, bozorda bemalol ko'rsin, so'rab surishtirsin, bunaqa narxga yo'q. $6200. Ha, 6200. Hozir ham o'zlari ham OLXdan ko'rib oladi xalq narxini. Kimgadir ma'qul bo'lsa 6200 ga beraveradi. Bo'ldi. Nomeringiz 99lik 987 47 95. Akalar Matiz sotuvda bo'lsa aytinglar, olib qo'yamiz. Qo'shimchasiga aloqadamiz. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi aka, sizga rahmat. Charchamang. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bu yoqqa endi egalarni o'zlaridan narx-navoni so'rab obzorimizni davom ettiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sizdanmi, tog'a? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Necha pul ekan? 2600. 3600 so'ralyapti. 2015 124 yurgan. 2015-yil 124 ming yurgan. Kraska tozami? Top toza. 4 ta yangi balonlari bilan gidravlika qilingan. 4 ta yangi zapaska. 4 ta yangi balon, rullar gidravlika qilingan ekan. Top toza. Chexol poligimiz bor. Rullar, magnitofonlar. Ular salon holatlari akkuratni, chiroyli bo'lib turibdi. Asosiysi balondan muammosi yo'q ekan, yangi balon. 10 kunda massa balon. Kraskasi tozasidan yaxshi Matiz so'raganlar uchun variant sizlar uchun. Buni necha pul qilib beramiz? 3,5 ga beriladi. 3,5 ga beriladi.
Bozor ham narx qo'ydimi yo'qmi? Ha, 3300 ga bermadim, bormi? 3300 ga berilmadi. Generalniy bormi yo'qmi? Bor. Genam bor. Variant chiqmaydimi? Chiqadi. Variantga ham chiqadi. Chiqadi. Necha pul bilan kelsa bo'ladi? Ko'ramiz. 2000 bilan kelsin. O'z puliga qaraymiz. Puliga qarab, ha? Shunga qarab kelishamiz. Bu gazi, benzin? Benzin. Benzinda gaz qo'yilmagan. Yo'q. Kam xarajat 6 deydigan eng past qo'yadi. 6 ta yeydi, kam xarajat. Sizlar zoyida haydaysiz, bormi? Bo'ldi. 94 626 77 79 nomeriga bog'lanasizlar. Qolganini telefonda gaplashasizlar. Rahmat tog'a. Charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Ha, bu ham 2013 kraskalar toza. 79 ming yurgan. 79. Super konditsioner. Bu super konditsionerli Max'imiz benzinda. Bu shumkalar bo'lganmi? 4 ta eshik shumka, salonda holatlari juda ham akkuratni, chiroyli. Hadoy motor. Zo'ra. Gazi bormidi? Gazi yo'q. Benzinda bu ham. O'zim haydayman deyman. Ha, necha pul so'rayapmiz? 4400. 4400 deb turibsiz. Necha pulga beramiz endi? Taqalib yetib kelgan narx. Sherzod taqalganini eshitdim. 4300. Generalni? Yo'q, ahol. Siray. Salom. Salom. 1379 ming yurgan. 4 ta shumka, 4 ta balon yengi. Hadoy motor. Ideal. Zo'ra. Ha, o'tiradi, keyin pul sanadi. Haydab qo'y. Bozor ham narx qo'ydimi yo'q? Mana 4000 bor. Berilmadi. Yo'q. Mashina zo'r. Bo'ldi, rahmat. Esdan bor. Hozir ko'rsatamiz bestni ham. Max'dan charchagan obunachilarimiz uchun endi bestni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham o'ta yaxshi holatda turibdi. Buni yili 2016-yil 89 super kansan. 89 super konditsionerli. Gazi bor, 4 ta balon yengi, Gazlari 292 ming bor. yurgan. 292 ming yurgan. Motor hadoy Motor qilingan, hadoylari yaxshi. yaxshi. Buni qancha so'radik? Buni 4000 so'rayman, shu 3900 ga beraman. 3900 ga beriladi. 16. Nima yo'qmi? Yo'q, aform bor. Sirazi. Ha, agar arendaga bo'lsa ham beramiz, aka. Arendaga necha pul bilan chiqadi? Krediti. 1000 so'm boshiga so'raymiz, aka. $1000 bilan arendaga ham olsanglar bo'ladi yoki naqdga shtriga olsanglar ham bo'laveradi. Nomeringiz? 94 626 77 79. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qolgan ma'lumotini telefonda gaplashib olsanglar bo'ladi. Variantga arendaga olmoqchi bo'lgan obunachilarimiz bo'lsa, sizlar uchun mana hisob-kitobini telefonda gaplashib olsanglar bo'ladi. Xo'p, buni egasi yo'q ekan. Mana shuni ko'rsatamiz. Kimdan ekan? Salom. Yaxshimisiz? Necha pul ekan? 2700 so'ram. $2700 ha. Yili probek 2010. 2010-yil. Endi probiga tabloda 234 ming, men oldin bilmayman nima bo'lgan. 234 ming hozir sizda, ha? Oldin bilmaysiz. Kraskalar qanday buni? Tomdan pastlarida bor. Tomdan pastida bor. Motor, hadoy, Motorlari zo'r. zo'ra. Hadoylari o'rtacha, amasada qo'yib olish kerak. Hadoylar o'rtacha. Necha pul buni taqalgan narxi? Oxiri. Kelishim. 100 o'tib beramiz, 2600 ga beramiz. 2600 ga generalni Pulini vaqtida to'lab yursa shtraflari. muammo qilmasa, ha? Muammo qilmasa. Yaxshi Muammo olamiz. qilsa zo'r varianti bor ekan, atkas borlar. Ha. Qaytarib olasiz. Nomeringizni berib qo'ying. 93lik. Aha. 392 5001. Benzin, gaz. Kelov. Ikkalasi ham bor. Mana motorimizning holatlari yaxshi holatda. Salonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p. Salonlar holati ham yaxshi turibdi akalar. Zavod chexol. Orqa qismlari $2600. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonda qilaverasizlar. Qolgan ma'lumotini telefonda gaplashib olishinglar mumkin. Generalni ham bor, faqat muammo qilmaydiganlar bo'lsa, yaxshi to'lov qilib jarimalarni to'lab bersa dedi, mayli beraman dedi. Agar bo'lmasa atkas. Bu kimdan? Salom berishimiz. Bu navbatdagi Matizimiz.
Yili ma'lumoti qanaqa aka? Yili 15. 15. Tomdan pastda kraska bor. Aha. 4-5 detallar bor. Yurgani 400 mingdan oshadi. 400 mingdan oshdi. Motor hadovoyda ishlari yo'q. Motor hadovoy ishi Metan, gaz, benzin, yuraveradi, Yuraveradi. bezatkasi. muammosi yo'q. Nech pul endi buni? 3600 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 3000 Menga ham qilib beramiz. Genam bor, Menga ham 3600. qilamiz. Taqilgani qancha endi? Taqalgani siz obunachilaringiz kelsa kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. 100 150 so'm o'tib beramiz. Bozor ham narx qildimi? Yo'q, hali narx. Hali qilmadi. Yo'q, Variantga chiqmaydi. yo'q, variantga iloji yo'q. Nomeringiz? 93lik 559 55 57. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Salonni holatini ko'rishinglar mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Gazlar bor. Benzin gazda bezatkasi ishlagan. Balon holati. Ularni 90% yangi bo'lsa kerak. Balonlar ham почти 90% yangi deyishyapti. Yenam bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonni qilasizlar, qolgan ma'lumotini telefonda gaplashib olasizlar do'stlar. Shu joyda kichkinagina reklamamiz bor. Telegram kanalimiz bor, kommentariyaga qadab qo'yaman. Agar sotiladigan mashinanglar bo'lsa, o'sha Telegramga ochiq qilib qo'yamiz. Dumaloq video shaklda kim sotmoqchi bo'lsa, Matiz bo'ladimi, boshqa mashinani bemalol o'zingizlar tashab oldi sotdi qilsanglar bo'ladi. Mana 267 ming obunachimizdan qana necha kishimiz Telegramga o'tar ekan. Bugun qo'ysak, xudo xolasa kechgacha qana Telegramimizga agar odam juda ham ko'p o'tsa, xudo xolasa u yerda ham oldi sotdi qilaveramiz do'stlar. Bo'lmasa davom etamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bu yog'iga yana davom ettiramiz. O'rtada pauzalar bo'lib qolyapti, uzilishlar, telefonlar jinglar. Shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Davom etamiz. Shu akamizdan ham so'raymiz, necha pul, nima? 2007-yil 524 ming yuribdi Matizimiz gazlari bilan. Narxini so'raymiz, necha pulligini akamizdan. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka, charchamasizmi? Necha pul aka? 2700. 2700 dollar so'ralyapti. Bo'lishimi yo'q o'tib berasizmi? O'tib beraman, 2,5 ming bo'lsa berib yuboraman. 2,5 bo'lsa berib yuborasiz. Motorlari yaqinda qilingan. Gaz to'kilib, o'tikidan boshqatdan o'tgan, chayilgan. Ha, Akkumulyator yangi. akkumulyator yangi, motorlar qilingan ekan. Hadovoylar qanday ekan? O'rtacha. Hadovoylar Unaqa narsasi yo'q. o'rtacha. Bozor ham narxladimi aka? Yo'q, hozir o'zi keldim. Endi men chexol qo'ydirdim menga. Hali endi tuzliroq o'tirganim yo'q. Ko'rib ketgan bo'lishi mumkin endi. Obeddan keyin hal bo'ladi. Bo'lishi 2,5 mi? Undan o'tmaysiz. 2,5 oxiri qilib berar ekan. O'znikimi yo tirikchilikmi aka? Tirikchilik a. 2700 so'ralayotgan ekan. Gen yo'g'i? Yo'q. Sirazi oldi sotdi. Xo'p, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qo'yasizlar. 94 643 44 74 nomeriga bog'lanasizlar. Shu Matiz sohibi bo'lasizlar akalar. Bitta videoni pauza qilgan holatda nomerlarni yozib olsanglar bo'ladi. Rahmat aka. Bozoringiz bersin, charchamang. Davom etamiz. Egalaridan ko'rsatishga. Ega ham yo'q, почти. Xo'p, benzinli Matiz bor ekan. So'raylik. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka? Narxini bilib qo'ying. 3000 dollar, yili? 2008-yil 3000. 500 ham qanchadir yurgan ekan. Olib sotar bu. Tanib qolgan, tanish. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Nech pul ekan Matiz? 2300. Kraska? O't betida bor. Motor, hadovoy? Zo'r. Oxiri narxi? 2200 a? Bo'ldi, rahmat. Chexol poliklar bor, gazlar bor. 2200 oxirgi narxi. Xo'p, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Agar qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 97 756 38 38 nomeri. Gazi bilan. Nima deysizlar? Qimmat, arzon, kommentariyada albatta yozib ketasizlar. Va bu yoqda ham 2010 bor ekan. Necha pul ekan? 280 ming yurgan metan gazda
Bu narxi nechi pul ekan sizlardan? Salom. 2300 da narxi. Kraskalar? Kraskalarda tomdan past. Tomdan pasti. Motor, hadoy, Yaxshi, yaxshi. yaxshi. Cobalt rol, salon holati yaxshi. 2300 kami bor. Balonlar ham yaxshi. Nomerlar agar qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qolgan ma'lumotni telefonda gaplashib olsanglar bo'ladi. Xo'sh. Shu bilan. Bu nechi pul ekan? Buni ko'rsatdik. Ko'rsatmaganlarni ko'rsatishimiz kerak. Ko'pchiligi olib satar bo'lib ketdi bu yoqqa akalar. Vaqtimiz ham ancha bo'lib qoldi. Bu yoqqa Sparklarga o'tamiz. Spark videolarini kutib qolinglar. Matizdan keyin Spark videosi kanalda chiqib boradi. O'tib qo'shilib qo'ysanglar bo'ladi. Kommentariyada Telegram sahifamiz bor. O'tib kanalimiz mutlaqo ochiq bo'ladi. Dumaloq video bilan sotiladigan mashina Matiz. Ko'proq Matiz bo'lsa yaxshi bo'ladi. Matizga ko'proq urg'u qaratdik. Boshqa mashinalar ham bo'lsa, dumaloq video orqali video qilib bemalol e'lon qilsanglar, sotsanglar bo'ladi akalar. Ochib qo'yamiz, faqat reklamalar, har xil narsalar tashlash yo'q. Bemalol Telegramda mana shu kommentariyada qo'yib qo'ygan bo'lamiz akalar. Hammaga rahmat.